Doniyor aka, Umid aka, xush kelibsizlar. Yaxshimisizlar? Ertalabdan ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Biz ham xursand bo'ldik. Rahmat. Bugun o'ziga yarasha ijodiy muhit bo'lyapti va san'atda o'ziga xos o'rin egallagan va xotirasi abadiy bo'lgan insonlarni yo'qlayapmiz, xotirlayapmiz va bugun yuzma-yuz uchrashyapmiz. Ijodiy kuchga ega bo'lgan, salohiyati yuqori bo'lgan insonlar bilan. Sherzodbek, agar ko'nglingizga kelmagan bo'lsa, men boya shov-shuvli voqea haqida eslab o'tgan edim. Aslida bu holat chindan ham ro'y berganmi? Yoki shunchaki siz haqingizda tarqalgan mashhurlar o'rtasida yuz beradigan shov-shuvli shunchaki yolg'on axborotmidi? Ya'ni ovozni yo'qotish bilan bog'liqsiz. Ha, tushunarli. Yo'q, bu PR emas. Bu adashmasam 2015-yilda ayni ijodni gullab turgan vaqtimda bir sinov, kasallik bo'lganligi uchun bir 2-3 yil davomida to'xtalishlar bo'ldi, albatta. Undan keyin kasallik mehmonku kasallik o'tishi bilan yana sizlar bilan diydorlashib turibmiz. Xursandmiz albatta va aynan mana shu gaplar atrofida, o'sha shov-shuvlar atrofida yurgan mahalingiz albatta o'zingizda chindan ham ro'y bergan voqea ekan. Endi kasallik bilan kurashish bir tomoni, san'atdan sal uzoqlashish qiyinchiligi ham bor. Uni sog'inasiz, katta sahnaga qaytingiz keladi, baribir sog'inch boshqacha bo'ladi. Bunday vaziyatda mana shunaqa gap so'zlar ham albatta ko'nglingizga biroz ta'sir qilgan bo'lsa kerak-a? Qanaqa yengib o'tdingiz bunaqa gap so'zlarni? Albatta, endi buning uchun aynan bugungi bo'layotgan mavzuni eslamasak yoki bu haqda gapirmasak bo'lmaydi. Buningdan sinovli kunlarda ustozlar ham murojaat qiladi albatta. Chunki kattalar bu yo'lni bosib o'tganligi uchun albatta ustozlardan maslahatlar olib, bu vaziyatlarda qanday yo'l tutish kerak ekanligi to'g'risida albatta ko'pchilik ustozlarimizdan maslahat olib, u ustozlarning o'giti bilan ota-onamizni duolari bilan albatta bu narsalar o'tib ketganda ko'z yumib ochguncha o'tib ketdi deb o'ylayman men. Lekin o'zingiz uchun ham saboq chiqara oldingiz, xulosa chiqara oldingiz. Aslida oldimizda mana shunday to'siqlar bo'lar ekan, biz ularni yengib o'tar ekanmiz. O'zimiz uchun tajriba ham bo'ladi va xulosa chiqarishga ham yordam beradi. Bugun sizni ijodiy maydonda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz va ko'p sonli muxlislaringiz ham sizni sog'inishgan. Ayni paytda savol berishni biroz to'xtatib turamiz. Firuzbek, yaxshi bir ijroni tinglasak. Yana savollar bor sizga. Savollarga esa qo'shiqdan keyin to'xtalsak. Albatta. Xo'p, albatta. Adam çeşin canı kıynadı. Adamın çeşirin canı kıynadı. Bu dünyaya gözü doyganı kanı. Yemeyin içmeyin dünya topladı. Yemeyin içmeyin dünya topladı. Ahiride alıp yetkeni kanı. Ahirinde alıp yetkeni kanı. Kırık şehrini altından doldurdu karun. Şunda hem bu dünyada tutmadı orun. Kırık şehrini kızıldan doldurdu karun. Şunda hem yalgancıda tutmadı orun. Yeryüzün dört böldü Şahı Feridun. İki dünya padişah bulgan yıkanı. İki dünya padişah bulgan yıkanı.
İskender dünyada kalgan kanı İskender dünyada kalgan kanı Bu dünya yığlattı Adem havasın Bülbül izlep tapalmadı navası Bu dünya yığlattı Adem havasın Bülbül izlep tapalmadı navasın Min yillep aktarıp ecel davasın Min yillep aktarıp ecel davasın Lukman çavrasını tapgani kanı Lukman çavrasını tapgani kanı Mahtım kulu doğru berçe aytkanın Eyp imestür hak deyip yığla abyatkanın Mahtım kulu doğru berçe aytkanın Eyp imestür hak deyip yığla abyatkanın Galet buldu seni yazgan çizganın Galet buldu seni yazgan çizganın Dana nesiyetin al yeni kanı Dana nesihetin al yeni kanı Adamın çeşirin canını kıynadı Bu dünyaya gözü doyganı kanı Yemeyin içmeyin dünyayın adı Yemeyin içmeyin dünyayın adı Ahiride alıp gitgeni kanı Ahirinde alıp gitgeni kanı Sherzod akamga yana savollar bilan yuzlanmoqchiman. Endi Sherzod aka hozirgi davrda sizni yoshingizdagi ijodkorlar shu yengil qo'shiqlarga o'tib ketishgan. To'ybob, ommabop, albatta, daromadli yosh- demoqchisizda. Albatta, daromadli qo'shiqlarga yoshlarbob deymizda endi buni zamonaviy qilib aytadigan bo'lsak. Shunday qo'shiqlarga o'tib ketishgan, lekin sizni ijodingizda qandaydir bir sokinlik bor. Bir fikr kelganmi sizda ham? Albatta juda o'rinli savol bo'ldi. O'zi buyuklarni bir so'zi bor. Ya'ni Muhammad Bahouddin Shoh Naqshbandiy Hazratlarini bu kasbni kor ham qilmadik, inkor ham qilmadik degan so'zlari bor. Shuning uchun men boyagi savolni javobini oxirida shuni aytishim kerak edi, yodimdan chiqibdi ozroq. Bu kasbni o'zimga bir ilohiylashtirib olmadim. Ya'ni tadbirkorlik bilan ham shug'ullanishni yo'lga qo'yganman va hayotda faqat shu bir kasb bilan o'tib ketish, bir kasbni ushlab o'tib ketish kerak-ku degan bir mezonni ushlamaganligim uchundir, balki ana shu ishq muhabbat haqidagi, ya'ni haqiqiy ishq muhabbat haqidagi she'rlarni iloji boricha qidiraman va tarbiyaviy jihatdan she'rlarni qidiraman va ota-ona yurt mehri namoyon bo'ladigan she'rlarni qidirganligim uchundir, balki shuni evazini yoshlarni chizig'ini tushmindirganim shundandir balki.
Men tushundim nima demoqchi bo'lganlarini. Demak, daromad keladigan asosiy ish bor, daromad bor. San'atni daromad manbai sifatida qabul qilmayaptilar o'zlari uchun. Men sizni tushundim. Albatta, to'g'ri. Va yigit kishiga 40 hunar oz. Baribir erkak kishi ro'zg'or boshi bo'lgandan keyin oila iqtisodini yaxshilash, faqat qo'shiq kuylab o'tirish emas, aksincha bu tomonni ham yo'lga qo'yish uchun harakat bor. Muhimi, men fikrlaringizni juda hurmat qildim. Va har gal o'sha jonli ijroda kuylash mashaqqati haqida bugun ko'proq to'xtalyapmiz. Bugun shunday imkoniyatlar bor nuqtada, shunday yaxshi sharoitlar bor joyda, texnologiya rivojlangan joyda faqat jonli tarzda kuylash sizda qiyinchilik tug'dirmayaptimi? Nimalarga ta'sir ko'rsatadi va nimalardan ko'proq o'zingizni asrashingizga to'g'ri keladi? Endi jonli ashula aytaman deganimiz sababi hozirda fonogramma yozilgan ashulalarim yo'qligi uchun. Agar mabodo davlat tadbirlari majburiy tarafga o'tgan davralar bor. U yerda albatta fonogrammadan foydalanish majburiyati yuklangan, chunki uni o'ziga yarasha bir sabablari bor, asoslari bor. Ba'zi texnologiyalar javob bermasligi, ba'zi ovoz kuchaytirishlarni javob bermasligi mumkindir. Shuni evazini talablar qo'yiladi. Fonogramma ashulalarim yozib olinmaganligi uchun, ya'ni sifatli hozirgi zamon talabina javob beradigan sifatli fonogramma qo'shiqlarimni yozib tayyorlamaganligim uchundir ko'proq jonliga e'tibor qarataman. Ham bilmayman, studiyaga kirib uni fonogramma yozaman desam bir ilhom bo'lmaydi-da ustoz. Ilhom bo'lmaydi. Nimagadir o'sha yozishga shoshilmayapsiz ham demoqchi edim. Dard pasayib ketadi. Ya'ni uni nolishi, shu so'zning ma'nosi, nolishi chiqmay qolgan ko'p. Hayotim davomida ko'p, masalan 15-17 yil ijodda bo'lsam 99% chiqmaganda. Endi Sherzod akam yozib olingan qo'shiqlari bor, jonli ijrodan yozib olingan qo'shiqlari bor. Muxlislar aksariyati mana shu qo'shiqlarni eshitishadi, shulardan bahramand bo'lishadi. Lekin ekranlarda kam namosiz hozir muxlislardan juda ko'plab talablar tushadi. Siz haqingizda bormilar o'zi? Endi biz ijodkor sifatida siz xonandalarni, ijodkorlarni bizdan so'rashadi baribir. Ya'ni bormi o'zi, ijod qilyaptimi degan bir so'zlar bo'ladi. O'zingizga ham bo'lsa kerak, bu qandaydir bir ekranlarga yana qaytish istagingiz bormi? Hozircha u istagimiz yo'q. Boshda aytib o'tganimizdek, bu buyuklarning so'zini o'zimizga bir mezon tarozi qilib oldik. Ya'ni kor ham, inkor ham qilmaydigan darajada. Lekin siz aytgandek, muxlislar uchun, siz aytgandek shu qo'shiq shinavandalari, endi bizni bir kichik san'atimizni ulug'lab so'raganlari uchun ularga alohida o'zi rahmat. O'zi bizda hech narsa yo'q. Chunki ustozlardan namunalarni aytamiz, uni ham hozir ustoz bilan gaplashib o'tirdik. U yerini buzib, so'zlarini xato bu ish qilib, bir kichkinagina san'atni e'zozlab, hurmat qilib so'raydilar. O'sha so'raganlar uchun ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa Instagram platformasi, YouTube platformalarida kam-kam joylab boramiz. Lekin juda ham kam. Sokin ijod qilishni yoqtirasiz va chinakamiga san'atni qadrlagan inson, sizni ijodingizga befarq bo'lmagan inson albatta sizni topadi va qo'shiqlaringizni tinglaydi. Bugun biz sizni taklif qilganimizdan juda ham xursandmiz. Ochig'i Feruzbek, bilasizmi, 2 hafta kutdim o'zim ham. Ketma-ket qaysi chorshanba kuni chiqasiz, qachon kelasiz degan talablar va savollar menimcha Sherzodni ham qiynab yubordi. Bugun mana shu uchrashuvdan ochig'i biz ham xursand bo'lyapmiz, teletomoshabinni ham xursand qilyapmiz. Keling endi ularning yanada kayfiyatini ko'tarish uchun ertalabki nonushtada yaxshi bir jonli ijro tinglab, xayollarda yana bir yaxshi his-tuyg'ular jonlanishi, xotiralar uyg'onishi uchun navbatdagi jonli ijroga e'tibor qaratsak imkoniyatimiz bor. Muxlislar uchun jonli ijro shinavandalari uchun tinglaymiz. Olam oshulari ichra meningdek bir bechora yo'q. Hamma yetdim shu kuna, men yetmoqqa bir chora yo'q. Olam oshulari ichra mening
seningdek bir bechora yo'q. Hamma yetdim aşıkına, men yetmaka bir çare yo'q. Boshim urib astoniga, keldim oshna bo'layin deb. Boshim urib astoniga, keldim oshna bo'layin deb. Iddaoda qiyobatmas, biz tomon bir nazara yo'q. Iddaoda qiyobatmas, biz tomon bir nazara yo'q. Ko'cha kuyda ko'rarman deb yo'l payladim arzulanib. Ko'cha kuyda ko'rarman deb yo'l payladim arzulanib. Xo'plar o'tdi arasında, dil istagan dildora yo'q. Xo'plar o'tdi arasında, dil istagan dildora yo'q. Aşık menum aşıka yok, İşk bağıdan tapmay huzur. Aşık menum aşıka yok, İşk bağıdan tapmay huzur. Bir gün tirik yürsem eğer, cismimde can gün ara yo'q. Bir kun tirik yursam agar, jismimda jon kun ara yo'q. Bu halingni sir tutg'ushal, kulgi bo'lmay ishqahliga. Bu halingni sir tutg'ushal, kulgi bo'lmay ishqahliga. Yar ko'ngliga yo'l topmasang, sharmisarlikdan chora yo'q.
sarlıkdan çare yok. Alem aşıklar içre meningdek bir beçare yok. Heme yetti meşukna, men yetmaka bir çare yok. Men yetmaka bir çare yok. Biz yetmaka bir çare yok. Yashang. Hey rahmat, qoyil. Haqiqiy dardli muhabbatni kuylaydigan ajoyib tarona. Juda ajoyib. Va hammaga birdek bugun ma'qul keldi bu ijrolar. Juda Chunki tomoshabin sog'ingan, muxlislar kutgan ajoyib uchrashuv bo'ldi. Bu imkoniyat uchun avvalambor studiyaga kelganingiz uchun, yaxshi qo'shiqlar ijrosi uchun sizga rahmat deymiz va Tashakkur. jamoangizga ham. Tashakkur. Rahmat. Kuningiz xayrli bo'lsin. Yakuniy tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bugungi kun hammaga xayrli bo'lsin. Mana shu bugungi kunda ertalabdan yaxshi niyat bilan ishini atlangan, ota-onasini, farzandini, oilasini, yurtini xizmatini qilaman degan har bir insonning ishlari baroridan kelishligini tilaymiz.